savdogar bozorda olib sotar edi un. Kamida 100 kishiga xizmat qilardi har kun. 50 yil shu kasb bilan cho'michi bo'ldim moyda. 70 yilda dard tegib yotib qoldi bir joyda. Og'irlashib bir kecha jon keldi tomog'iga. Tahlil aytardi tinmay ukasi qulog'iga. Kalimani qaytaring, jon akajon takrorlang. Aka dedi, shu so'zga til kelmayapti attang. Aytay desam bo'g'zimga bir qo'l kelib qolyapti. Tarozi sha'inini tiqib olyapti. Bu ahvolni eshitib uka ko'ngli kir bo'ldi. Dedi, ayting akajon, bu qandayin sir bo'ldi? Aka xirillab turib tushuntirdi gapini. Jon uka, yeb qo'yganman ko'pchilikni haqqini. Men savdoni 2 xil tarozuda qilardim. Tarozular sirini faqat o'zim bilardim. Bir tarozu ne tortsa to'g'ri tortardi doim. Birin sha'inin buzib foydamga moslab oldim. Tortib olayotganda to'g'risini ishlatardim. Tortib berayotganda o'g'risini ishlatardim. O'g'risining sha'ini 1 kilo ko'rsatgan dam to'g'risida chiqardi 750 gram. 300 kilo un sotsam 100 kishiga har kuni tarozidan urardim 75 kilo unni. 365 kundan iborat bo'lsa bir yil 75 kilo unni shu raqamga ko'paytir. 27.275 kilo un 50 yilda 1,5 million kiloga yaqin. Bilar edim, savdoda oltin qoida to'g'rilik. Nafs deb bo'ynimga tushdi 30 ming qop o'g'rilik. 30 ming emas, million qop qilganimda ham unni do'zaxda bir barmog'im kuyganiga arzirmi? Allohning tarozisi yerga o'rnatilgan top gunohim pallasiga tushar shu 30 ming qop. Dod savobim pallasi ko'kda muallaq qolib, gunoh pallasi yukdan yerga ketadi og'ib. Bu haromni bolam u chaqamga yedirgandim. Endi meni do'zaxdan kim qutqarib olar? Kim? To'y sarpoga pul toping degan xotinim qani? Dang'illatib tom yoping degan xotinim qani? Kelgan yerim shu bo'ldi. El haqqin yula. Uka, borimni sotib zar matoga kafalla. Har kimsa haqqin so'rab pul so'roqda tutilsam, shoyatki bir parchadan yirtib berib qutulsam. Oh ukajon, attang deb yozdir qabr toshimga, o'g'ri tarozimni ham o'rnatib qo'y boshimga. Barcha savdo ahliga umrim bo'lsin bir ibrat, tobutimni mozorga tosh tuproq otib kuzat. Birov haqqin birovda qoldirmas ekan Alloh. Oxiratda endi men nima qilaman? Eyvoh! Kalima keltira olmay o'ldi savdogar nochor. Guvohlarning tilidan yozildi ushbu ash'or.